Mana aka qizil svetofor mana shu Lacetti ham to'xtab turadi. Lekin bemalol bu Lacetti hozir o'ngga burilishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday amaldagi yo'l harakati qoidalarining Assalomu alaykum. O'tib ketsangiz bo'ladi bu yerda. Xabaringiz bormi? Qizil deb o'ylayapsizmi? Ha? Qizil emas lekin. Qani svetofor? U qatnov qismiga ta'sir qiladi. Siz bu tomondasiz. Kim kameraga keldimi? Qaysi kameradan kelyapti? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, qizil deb o'tib ketmayapsizmi siz ham? Shuning uchunmi? O'tib ketishingiz mumkin. Bu yerda svetofor yo'q. U tomonga tegishli. Samarqand, assalomu alaykum. Juma shahri, assalomu alaykum. Mana biza Urdashev va Buloqchi qishloq ko'chalari chorrahasida xalq tilida bu joy Buxarskiy chorraha deyilar ekan, shu joyga keldik. Ko'plab obunachilarimiz tomonidan bu joyda mana bu yerda qizil yonganida o'ngga burilishni amalga oshirgan haydovchilarga noqonuniy jarima yozayotgan ekan va aytishlaricha mana bu kamera ham noqonuniy jarima yozyapti ekan. Mana shu joydan Kattaqo'rg'ondan kelib o'ngga qayrilganda qizil svetoforda biz shu joyni o'rganib tahlil qilishga keldik. Kelganimizdan keyin bu chorrahada ko'plab nostandart va bir noqulay narsalarga biz duch keldik, hosilaga to'liq obzorini qilib beramiz. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining, demak, 96-bandiga asosan haydovchilar o'ng tomonga burilayotganida faqatgina piyodalarga yo'l berish kerak bo'ladi. Demak, bu yerda hech qanday svetoforni ko'rmayapsiz. Demak, g'oz talablaridan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, svetofor qatnov qismining o'ng tomonida joylashishi bo'yicha aytilgan. Demak, bu yerda hozir mana ko'rib turibsiz, o'ng tomonda mana bu haydovchining o'ng tomonida svetofor yo'q va demak, 112 stop liniyasi yo'q, stop belgisi yo'q. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin, qo'shimcha axborot belgisi. Shuning uchun bu yerda aytishimiz mumkinki, ishonch bilan amaldagi yo'l harakati qoidalaridan kelib chiqqan holda haydovchi o'ng tomonga burilishi hech qanday qoidabuzarlik emas. Demak, agar ana bu yerda gay xodimlar turib olib, svetofor qizil bo'lganda burilgan haydovchilarga jarima yozishi bu 100% noqonuniy va bemalol bekor qildirsak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, bunaqa holatlarni sud tartibida bekor qilish mumkin. Mana shu videoni xodimga ham ko'rsatishingiz mumkin. Agar xodim ishonmasa, demak 102 raqamiga murojaat qoldirib yoki yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ma'muriy amaliyot markazida ham ushbu holatni ko'rib chiqishingiz mumkin. Haydang, haydang! Mana ko'rib turganingizdek, haydovchilarimiz qo'rqib qolishgan. Bu yoqdagi gay xodimlarimiz noqonuniy jarima yozishlaridan. Shuning uchun mana hammasi terilib, ba'zi avtomobillar orqadan turganda avtobusga signal bo'syapti. Hayda, hayda deb. Bu bitta tomondan to'g'ri. Chunki turibdi-da, bemalol yurishi mumkin shu holatda. Azizlar, endi bu katta chorrahadagi kamchiliklari va qo'pol xatolar haqida gaplashamiz. Hozir chorrahaga kelib ko'rdik, mana 4 ta tomonga 8 ta kamera qo'yilgan. Mana shu kameralarni qo'yishdan oldin oddiy yo'l chiziqlarini to'g'rilab qo'yish kerak. Mana Kattaqo'rg'on tomonidan mana shu chorrahaga kelishga, mana bu o'rtadagi bordyurgacha sidrga chiziq chizib qo'yish kerak. Birinchidan, nima sababdan?